60 yoshga yaqinlashgan Nasiba Boboqulova 5 yildan buyon jigar sirrozi kasalligi bilan kurashib kelmoqda. U kishining aytishicha, hozirgacha bormagan shifoxonasi, uchrashmagan tabibi qolmagan, ammo oxirgi najotni hindistonlik shifokordan kutishmoqda, ammo operatsiya uchun katta pul kerak. Men 1968-yilda tug'ilganman. Boboqulova Nasiba Urgutdanman. Xo'jayini bilan ajrashib 15 yil Staloyda bolalarim bilan ishladik. Somsa yopdik. O'sha vaqtlar icham o'zimni qaratishga sharoitim bo'lmagan. Men beformasi bilan qarib 30 yildan beri kasallangan edim. Keyin oradan vaqtlar o'tdi. Covid bo'ldimdan, shu Coviddan keyin birdaniga sirroz boshlandi. Shu sirrozni o'shancha yildan beri davolatyapmiz. Yaqin 4 oy, 5 oydan beri yotib qoldim. Jigarimda ham suv ko'p, o'pkamga o'tgan. Hozir sizlardan bittagina o'tinchim, yordam berishlaringizni so'rayman. Yillar davomida ham ota ham ona bo'lgan Nasiba opa hozirda farzandi, nabiralari bilan birgalikda firibgarlarga aldanib, sobiq bog'chada istiqomat qilishmoqda. Bizlar dadasiz katta bo'ldik. Boshimizda otamiz bo'lmadi. Dada mehriga zor bo'lib katta bo'ldik. Ham ona bo'ldi, ham ota bo'ldi. O'sha uchun onamning sog'ligiga qaytadan yetishini so'rayman Xudodan. 2 nafar farzandimiz, akam bor. Akam Rossiyaga borib, shu ko'zlariga shu temircha kirib ketib 3 marta operatsiya bo'ldi. Bir ko'zlari ko'rmaydi. Davlatning uyida yashaymiz. Faqatgina boquvchimiz akamida. Hozir davlatning uyi bo'lmay, o'zimizning uyimiz bo'lganda ham shu uyimizni sotib, onamni operatsiyasi uchun shu pulni bergan bo'lardik, lekin hech qanaqa sharoitimiz yo'q uncha pulni topib berishimiz uchun. Onam uchun o'zim donorlik qilaman. Boshqa hozircha donorimiz yo'q. Hindistonlik doktorlar 25 ming, 28 ming dollargacha pul ketishini aytdi. Bilaman, katta pul, katta mablag'. Sizlarning yordamlaringiz bilan shu pulni bizlar qila olishimizga, shu vaziyatdan chiqib ketishimizga ishonamiz. Avvalambor Xudo deymiz. Iltimos, yordam berishlaringizni so'rayman. Shunday muborak kunlarda nima derdim, odamlarga havasim keladi meni ham. Bir vaqtlar men ham shu odamlarda sog' salomat yuruvdim birdaniga. Bunday bo'laman deb hech ham o'ylaganim yo'q edi. Sog'ligini asrash kerak, vaqtida davolanish kerak. Meni sharoitim bo'lmadi o'sha vaqtlar. Odamlarga birdan-bir iltimosim mana shunday muborak kunlarda yordam bersa, men ham shular qatorasi sog'ayib ketsam. Hozirda Nasiba opaning operatsiyasi uchun oila a'zolari, qarindosh urug'lar tomonidan pulning 10dan 1 qismi yig'ilgan xolos. Qolgan 20 ming dollarga yaqin mablag' yig'ishda sizning saxovatpesha insonlarning yordami zarur. Zoro yillar davomida qiynalib farzand ulg'aytirgan onaizor oyoqqa turib, oilasiga boshchilik qilsa, mana bu ekranlaringizda ko'rib turgan plastik karta raqamlari Nasiba opaning o'zi va o'g'liniki. Saxovatingizni ayamaysiz degan umiddamiz. Agarda opaning holidan xabar olmoqchi bo'lganlar, quyidagi telefon raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin.